Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men Agrobank Andijon filiali boshqaruvchi o'rinbosari Olimjon Muzaffarman. Bizda tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida 312-qarorga asosan kreditlarimiz bor. 100 milliondan 300 milliongacha. 100 milliongacha sug'urta binosida bo'ladi, 300 milliongacha garov evaziga bo'ladi. Muddati 7 yil, imtiyozlari 22 yil. Hop, bu imtiyozli davrda 7 yil maqsadi tadbirkor u kredit maqsadi oldin 333 million olib yopgan yoki bo'lmasa 1 yildan beri tadbirkorlik faoliyatini yuritib kelayotgan, shug'ullanib kelayotgan tadbirkorlarga beriladi. Yana yangi yoshlar uchun PK60 degan qarorimiz bor. 5 yillik kredit beriladi. Unda muddati 5 yilga, imtiyozlari 1 yil. 1 yil imtiyozli davrning ichida ham 3 oy foiz to'lamaydi. Yo'q, yangi tadbirkor shunaqa holatda bo'ladi. U ham xuddi shunday. U 500 milliongacha olsangiz bo'ladi. Uni ham 100 millionni garovsiz sug'urta bilan olinadi. 500 milliongacha garov evaziga. Yangi tadbirkorlik qiladigan, realni shu tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan bitiruvchi yoki yangi yosh tadbirkor 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga beriladi. Keyin mahallada yangi kreditlarimiz bor. Mahalla loyihasi bo'yicha 50 million so'mgacha uy sharoitida yoki daromadini ko'paytirish maqsadida beriladi. 17 million so'mgacha biznesga birinchi qadam, ya'ni birinchi marta kreditlar o'sha daromadni oshirish maqsadida beriladigan kreditlar.